Assalomu alaykum Shahzodbek obunachilari, tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? Mana Shahzodbekni toshlari xudo xolasa tanab olib qatirlayapti. Buni bitta laklab qo'yamiz aka? Ha, so'kilini bitta laklanadi. Tepasi o'zi mana tip-tinigidan. Ha, bunday qo'yarsa tiniq bo'lib qoladi. Laklarni bosib, obuna bo'lib, qo'llab turinglar oshnamlar. Mana regalarni to'qishib oldi. Xudo xolasa ertaga qatirishib bersa, qatirib bo'lgan jarayonlardan ko'rsatamiz. Qadrdonlar, bu mana shunaqa yo'nalishda qatiriladi. Bemalol rekamiz tena bo'lgan, zo'r ishlaydi mana. Ko'ryapsizlarmi? Ancha muncha qiysha devor, bu devor tekis urilgan, qiysha devor bo'lsa ham bo'laveradi, rekada bo'ladi bu. Tepasi 20 sm mayoqqa ketib qolgan devormi, paxsami, guvalami, shlaka bloymi, tena bloymi, luboyga ashu ustalar chiroyli qilib qilishib beradi. Ekranga nomerlarni yozib qo'yadi. Telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Mana qo'shimlar qatirilyapti. So'kilning ustidan manaqa tunika qatirilyapti. Keyin bu tunikaning ustidan tosh qo'ysa, tepadan ancha-muncha chachrasa yomg'ir fasadga. Oqib bu yoqqa tushaveradi. Suv ichkarigimi yurmaydi. Buni oralarida shuncha teshiklar bo'ladi. Havo aylanib, rekani chirimasligiga yordam beradi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.